Hammaga salom bo'ldi. Bugun men sizlarga ovqat tayyorlashni o'rgataman. Boshlaymiz. Birinchi o'g'aga bog'lab, pasta yaratishga o'tamiz. Va bu yerdan yaratishni o'tamiz. Xohlagan bu yerdan kartelan tanlashinglar bo'ladi. Men shu kartonlarni o'sasizlar. Hop, mana kirib bosh xarita bo'ladi. Sizlar o'zingizlar xohlaganingizni chiqarib berishingiz bo'ladi. Hozir birga ovqat tayyorlaymiz. O'zingizlarga xohlagan yoqqan uy tanlab olasizlar. Tanlab mushaq qo'yasizlar va ikkinchisini mushaq qo'yasizlar. O'zini fish qo'yib amba narsani bossanglar 300 tl bo'ladi. Mashina afzal tomoni bossanglar xohlagan joylarga millimetr tekst qo'yinglar, to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Boshqa tekst qo'ygandan keyin tekst bo'ldi. Birga karta bo'ladi. Endi odam tirilishi uchun shunday qo'yamiz. Bu o'yinchini tirilishini belgilaydi. Bitta jamoa qilasizlar, saqlaysizlar. Shuni olasizlar deb qo'yib jamoa qilib, uni ikkinchi jamoa qilasizlar. Bo'ldi bu. Ana endi bu yerdan biz endi buyumlarni berish degan narsani, o'sha narsani qo'yib olamiz. Xohlagan joylarga qo'ysangiz bo'laveradi. O'yinda baribir ko'rinmaydi bu. Hammasini saqlash va barcha o'yinchilarni belgilab qo'yasizlarda. Shlemga ikkilik branshlet yuksak kerak emas. Hop, bu qanaqa bo'lganda bo'ladi? Kelayda buni birga bir akem qilamiz. Ikkita akem bo'ladi, pistolet kerak emas. Unga tol qo'yamiz. Bu yerga misol nishon qo'ysak bo'ladi. Qo'yiladigan mana 40 o'qlik beramiz. Tushiradigan qo'yamiz. Bitta. Menimcha yetadi. Endi mana shu yerdan buyumlarni berishni bosib turib, kelasiga ham bera olasizlar. Qo'shasizlar, mana ikkita odamni qo'shib turib, saqlashni bosasizlar va yana bir tekshirib olamiz. Hech narsa kerak emas. Yani keyin mana bu ikkinchisidan bu yuzak to'lgan paytda mana shu narsani chiqarmanga o'tkazib qo'yasiz. Bu yuzak to'lgan paytda xatti-harakat chiqarmanga o'tkazib qo'yasizlar. Keyin bo'ldi. Saqlab chiqib ketasizlar. Endi bizga zona kerak bo'ladi. Mana bu zona kerak bo'ladi. Bu xaritani chegarasi bo'ladi. Bundan yo'g'iga chiqa olmaydigan. Men hozir chiqayotgan sababi hali o'rtada tayyor bo'ladi.
Bu karta tayyor bo'lgandan keyin buni bu yoqqa chiqib bo'lmaydi. Xo'sh. Buni o'zingizlar xohlaganingizcha qilib xohlagan uylarni qo'yib yaratsanglar bo'ladi. Men shunchaki sizlarga test uchun ko'rsatib beryapman. Почти tayyor bo'lib qoldi. Endi bitta zo'r narsa bor. Mana bu atrof muhitni boshqarish qurilmasini olasizlar va qo'yasizlar. Uni bu joyga qo'yasizlar va ko'rinmaydi keyin. Bu xohlaganinglarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yulduzli osmonni qo'yamiz. Chiroyliroq bo'lib turadi. Bu osmon yulduzli bo'lib turadi. Eng kerakli narsa bu настройка. Tepada qanaqa ko'rsatgan sizlarga. Mana shu o'rtadagi mana bu knopkani yonida mana bu sozlamaga o'xshaydi. Shunga kirasizlar va jamoalarning maksimal soni 2 ta, jamoalarning eng kam soni ham 2 ta bo'ladi. Mana bu jamoadagilarning maksimal sonini bitta qilib qo'yasizlar. Ostdagini bitta qilib qo'yasizlar va saqlaysizlar. Keyin pastroqqa tushirib, jam raundni bitta qilib, raund boshlanguncha vaqt 3 sekund. Bir raundning davomiyligini xohlaganingizcha qilib qo'yaverasizlar. Chiqib qo'ysanglar bo'ladi, bu farqi yo'q. Match tanlash. Buni 10 sekund qo'yamiz. 10 sekund qo'ysak ham bo'ladi. Hamma uchun oddiy chat, hamma uchun matnli chatni yoqib qo'yamiz. Hadeb belgilagandan keyin g'alaba qoidalariga o'tamiz. Keyin bu yerdan qurbonlar rejasi bajarilgandan keyin tugatishni bosamizda belgilaysizlar nechta qurbon. Misol 25 ta odam 25 kill bo'lgandan keyin o'yin tugaydi. Bu yerdan hammani belgilab qo'yasizlar. Qurbonlar sonini qolgan bo'sh tursa ham bo'laveradi. Buni xohlaganlarini qilib qo'yasizlar. Mana bo'ladi. Natijalardan oldin MVP namoyishi. Xohlasanglar qo'shasizlar, xohlasanglar qo'shmaysizlar. O'yin oxirida eng ko'p kill qilgan yutgan odamni MVP qilib ko'rsatadi. Men xarid qo'ydim. O'zingizlar bilasizlar. Keyin bo'ldi sozlamalarni ko'rishga o'tasizlar. Bu yerdan o'yinchi asosida sozlash qilib böyle xohlagan bo'lishni qo'yasizlar. O'yinchini kamerasi mana shunaqa ko'rinadi. Mana shunaqa uzoqroqdan yoki judayam uzoqdan. Mana uzoqdan ko'rishni qo'ymoqchi shu normalniy. Keyin personajga o'tib hop bu yerdan jangdan keyin avtomatik davolash yo'q deb qo'ysak ham bo'laveradi. Xohlasanglar ha deb qo'yasizlar. Yiqilish yo'q. Qayta tirilishdan keyin mag'lub bo'lmaslik 2 sekund 3 sekund oralari bo'ladi. Qayta tirilish limitini maksimal qilib qo'yaverasizlar. Qayta tirilishni kutish vaqti qayta tirilishni minimal 3 ekan. 3 sekunddan keyin qayta tiriladi. Shunaqa qilib qo'yasizlar. Xo'sh. Bu yerdan cheksiz patronlar va cheksiz dori qutilarini xalib qo'yasizlar. Mana bu dropni o'chirish qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, drop qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu o'lgandan keyin sariq qutisi bo'ladi-yu, o'shani chiqmasligini belgilaydi. Drop bosib qo'ysanglar chiqadi, o'chirish bosib qo'ysanglar chiqmaydi. Bu shartimiz bu, o'chirish qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Matchdan keyin saqlash qutisini saqlab qolish. Bu yo'q unchalik ham muhim emas. Zarar sozlamalarga o'tasizlar. Bu ham hech narsa emas bu. Qolaveradi shundaligicha axborot namoyish sozlamalariga o'tib turib bu yerdan barchaga ko'rinadi qilasizlar va mana buni o'chirib qo'ysanglar
o'yinda dushmanni mana bu ustida qizil to'pga chiqib turadi. Dushman bilan yoqib qo'yasizlar, qancha urin berilganini ko'rsatadi. Xo'sh. Bo'ldi, endi hozircha tayyor, saqlashga chiqib ketaverasizlar va tepada sinashni bosib ko'rasizlar. Mana tayyor. Osmonni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli. Mana mamutga qo'yilgan narsalar ko'rinmaydi o'yinda. Boya zonaqani sizlar, yoniga bosinglar ko'rsatadi. O'tolmaysizlar bu yo'lga. Mana shu chegara bo'ladi. Bu asosiy tushunchani oldinglar, u kartani qanaqa yaratishni. Endi mana bu yakunlashga o'tib xo'sh, mana bu uyni tizimasi bizga kerak emas. Shuni bosib turib pastroqqa qo'yish kerak. Pastroqqa tushirib qo'yamiz. Sizlarsi yerim tagiga kirib ketadi, bu shart emas baribir. Mana buni ham shunaqa qilamiz. Mana bo'ldi. Normalniy bo'ldi. Suratga olishga o'tib, suratga olsanglar kartani qanaqaligini ko'rsatadi o'yindan keyin. Rasmi ko'rinib turadi, o'sha joyga qo'ysanglar bo'ladi bu rasmni. Mana rasm 3 tagacha rasm olsanglar bo'ladi. Bu bo'ldi. Ana endi buni test qilib ko'rish kerak. Tepadan mashinadan so'ng bosib qo'yasiz, saqlanadi o'rniga. Keyin chiqishni bosib, voz kechishni bosib, chiqib turib bitta test qilish kerak buni. Hozir endi mashinadan nomini kiritib olasizlar. VSB Aken deb yozasizlar. Bu mashina o'zi ham ketadi. Men bu yerga ham xohlagan tavsiflarni kiritib qo'ysalar bo'ladi. Xohlagan tavsiflarni. Men yana o'sha gapni yozib qo'yaveraman. Sizlar xohlagan narsalarni yozsangiz bo'ladi. Misol, karta haqida tushuncha yozib qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Hozir video cho'zilib ketadi, buni yozib o'tirsam, shuning uchun yozmayman. Ikkinchi rasmni yuklab qo'yasizlar, olasizlar. Hop, bu yerdan Amanasa bo'ldi, endi unda kiritishinglar kerak. Qolmagan bor teglarni kiritib qo'ysa bo'ladi. Mashqcha plastiklarni xususiyatga o'rtatilgan servisi bor.
hujum muddati yo'lga qo'ysak bo'ladi. 3 ta tek kiritildi. Endi joylashga bosamiz. Nashr qilish. Okey. Yangi ishlatilayotgan ekan. Hozir o'yiniga bas bo'lmasa, unaqa bor. Endi tekshiruvda hozir bu ijodiy ishimiz tekshirib bo'lingandan keyin nashr qilinadi va biz o'ynashimiz mumkin bo'ladi. O'yinda nashr qilingunicha videoni to'xtatib qo'yaman. Shu joyga bitta open case qo'yish kerak. Kecha bitta ochganda mana case'ga. Bitta 13 ga. Zo'r narsa bersa yaxshi bo'lardi. Kecha ham hech narsa bermagan. Kecha bitta token berib qo'ygan edi. Shu o'zini tokenni. Qani, bismillah. Voy, yana o'sha tokendan berdi. Mana bu token. Mash kiyim bersa ham mayli, zo'r kiyinmash menga yo'q. $1,000 stars forge a radiant light. Yumpi mana bu qizni kiygan. U bitta mashina qilib turardi. Mana qizlar uchun ekan. Menga mana bu yo'qdi. Normalniy ekan. Can your command awaken her? Bu karta tayyor bo'ldi. Endi bitta test qilamiz. Ko'ramiz qanaqa chiqqanini. Mana. Bu karta tayyor. O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa bu karta qanaqa chiqdi? Normalmi, sizlarga yoqdimi? Xo'p. Sizlar menimcha ancha tushuncha oldinglar. Hozir hech kim yo'qligini sababi o'zim bosdim. Test qilib ko'rish uchun. Hamma narsa joyida. Ochishga qilib vaqt o'tkazishga menimcha romanli vaqt bo'ldi. Bu kartani ham opsiyaniyada qoldiraman kodini. Mana tepada o'zi yozib qo'yibdi. Xohlasanglar shu yerdan yozib poddashka qo'yasizlar. Yana bittaman bu kartani ham o'zingizlar o'ynab mazza qilib test qilib yoki bo'lmasa o'zingizlar boshlaysizlar bu karta yaratib bu videodan keyin. Xo'sh, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Video qanaqa chiqdi? Yaxshi. Nima bu karta haqida ham o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlar ham mana shunaqa kartalarni endi yaratib bas o'zingizlar ham yaratsanglar bo'ladi. Mana shu yaratgan kartani ham o'ynab o'zingizlar test qilib Tatashga qo'rasida degan bittaman.
Hammaga rahmat bo'ldi. Vaqtinglarni ayamasdan kuzatganinglar uchun oxirgacha kuzatganlar kommentariyaga 7 raqamni yozib qoldiringlar, ko'ramiz kim oxirgacha videoni ko'rdi. Xo'p, hammaga xayr. Joninglar sog' bo'lsin. Vaqtinglarni ayamasdan videoni ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Xayr, sog' salomat bo'linglar.